Toshkent xalqaro aeroportida turibman. Kutib olish zalidagi tekshiruvchilardan aynan bagaj tekshiruvchilarining ba'zi birlarining muomalasidan umuman rozi emasman. Xizmati u tekshirsin mayli, hech narsa demayman, lekin qo'limda bola bilan turibman. Menga mamlaqa qilib muomala qilyapti-da. Kim u? Kim? Nimaga xalqqa bunaqa muomala qiladi? Nimaga qaysidir davlatga kirib kelishimiz bilan manbitimizga kelish kerak bizga? Videoni aeroport oldida davom ettira olmadim. Sababi qaltirab hozir zo'rg'a xonamga gostinitsamga yetib kelib oldim. Bola bilan turibman. Hammasini bir boshdan tushuntirib berishni xohlayman. Iltimos qilamanki, e'tibor berilishini xohlayman bu narsaga. Asosan men Koreyadan kelsam, sovg'a salomga Koreyadan kosmetika olib kelinadi. Uydagilarimga, yaqinlarimga. Men ikkita bagaj bilan keldim. Biznes klassda 32 kilolidan ikkita bagajga ruxsat bor edi. Bitta bagajim 32 kilo, bitta bagajim 25 kilo. Hech qanaqa qizil lenta bilan chiqqani yo'q, lekin meni aybim menimcha, bu meni shaxsiy fikrim, borib o'sha tekshiruvchilardan men imeykani qayerda qildiriladi deb so'ragandim. Sraz menga bagajingizni olib bu yoqqa o'tingdan muomalasi mana shunaqadan boshlandi. Imенно bitta inson, men hammani gapirmayapman. Ismini bilmayman, o'zini tanimayman, bitta inson shunaqa xunuk muomala qildi. Qo'limda bola bilanman. Menga shunisi ko'proq alam qildi. Meni bolamni salkam bir haftadan beri mazasi yo'q edi o'zi Koreyada ham. Istima chiqib tushib qiynalib kelgandim-da yo'ldan. Bagajimni olib keldim, u ham mayli. Lentaga qo'yishdan oldin tekshirasizlarmi desam, ha tekshiramiz dedi. Men bola bilan lentaga qo'yib bera olmayman desam, endi biz yordam beramizda. Nimaga bunaqa muomala? Mayli bagajimni tekshirdi, ichida kosmetika bor. Men o'zim yetib turibman. Ichida kiyim-kechak, o'zimning shaxsiy narsalarim va sovg'a salomlar, ya'ni kosmetika bor deb o'zim aytib turibman. Kosmetikani bir sotish uchun yo boshqa narsaga olib kelganim yo'q. Sotgan taqdirimda ham men обычный o'sha Koreyadan turib jo'natishim mumkin. Menga zarilmas bola bilan kosmetika olib kelib sotish. Menga shtrafi bor, mumkin emas dedilar. Olib qoling dedim. Men hech qanaqa to'lov qilmayman, olib qoling dedim. Eng ustida kofe bor, bitta pachkali kofe. O'shani bitta korobkadagini ochib, o'zimga olib kelganman ichish uchun Koreyadan. So'raganlarda bitta korobkani ochib savordim desam, bu bitta korobka emas. Menga ishimni o'rgatdimi? Qoroga chiroyli muomala qilmaydi. Men sizga yolg'on gapirmayapman. Xohlasangiz hozir internetdan o'sha korobkasini topamiz, shtugi qancha bo'lishini topamiz, sanab hisob-kitob qilamiz desam, hisob-kitob qilsak, xullas menga tipa men qarzdor bo'lib chiqadigandek gapiryaptilar. Aynan bunaqa demadilar, lekin shunaqa muomala qilyaptilar. Hech narsani olib qolmadilar, hech narsaga shtraf yozib bermadilar, lekin qo'limda bola bilan turibman, menga kelib aytayaptilar, asabim buzyapsiz aka meni desam, meni vazifam shu. Siz asabingizni buzsam, psixologiyaga o'qiganmiz biz deydi. Siz asabingizni buzsam, asabingiz buzilganda hamma haqiqatlarni aytasiz deydi. Men nima O'zbekistonga taqiqlangan shunchalik muhim bir narsa olib keldimmi? Bir narsani qonunni buzib turib, "Yo'q, men qilmadim" deb yolg'on gapiramanmi? Meni asabimni buzib turib haqiqatni bilmoqchi bo'ladi. Muomalasiga ahamiyat beringlar, iltimos, hech kimning haqqi yo'q yo'ldan bola bilan qiynab kelgan onani bunaqa qiynashga.